Bizda ikkita butun tuxum mavjud. Bu tuxumlar qaynatilgan. Olimlarning fikricha, tuxumni tikka qilib turg'izish ilojsiz. Buning imkoniyati yo'q. Har qanday holatda tikka qilingan tuxum yiqilib tushadi. Lekin buni sinab amaliyotda bajarib ko'rdim. Endi bu yerda tekkilik, hech qanday tayanch vosita yo'q. Ikkita qaynatilgan butun tuxum, sindirilmagan. Buni tikka turg'izishga harakat qilamiz. Birinchi tuxumimiz tikka turdi, o'z holida. Hech qanday o'zgarish yo'q. Endi ikkinchisiga harakat. Va bizda ikkinchi tuxumimiz ham tikka turdi. Bunda hech qanday montaj yoki ko'z bo'yamachiligi yo'q. Bu hammasi aniq bajarildi. Va o'zingizlarda fikringizni qoldirishinglar mumkin bu video haqida. Bundan hech qanday manfaat ko'zlanmagan. Shunchaki imkonsiz ishda bajarishga harakat qilib ko'rdik. Muhimi harakat ekan. Mana harakat natijasida bizda ikkita tuxum tikka turdi. Ya'ni bu imkonsiz degan nazariyaga qarshi holat.